Assalomu alaykum qadrdonlar. Qishloq sharoitida mana shunaqa sharoitda kuniga o'lmaydigan yaxshi biznes, ya'ni kuniga 1 million so'm topadigan biznes bor akalar. Hozir mana shuni video davomida sizlarga to'liqroq tushuntirib o'tamiz. Eng qiziqarli joy, eng kamida akamiz 1 million so'mdan topyapti ekanlar. Assalomu alaykum. Hozirgi kunda qishloq sharoitida mana shundan rostdan 1 million so'm topsa bo'ladimi? 1 million so'm topilyapti. Hozirgi shu ob-havoga. Shu ob-havoda topsa bo'ladi. Mayli, keling, buni qilaylik. Yolg'onga o'xshab qolmasa, o'zi bu realni. Mayli, bo'lmadi degan 600 ming so'm hisoblaylik. Mayli, odamlar noto'g'ri tushunmasin. Ya'ni $50 eng kamida topadigan biznes desak bo'ladi. To'g'rimi aka? Endi hali bir xil ishonmasligi mumkin-da, yo 1 million aniqmi? Yo'q, aniq. 1 million aniq. 1 million aniq. Chunki bizda buni yaratilgan narsalari ko'p-da. Qilingan narsa ob'yomimiz kattaroq. Shuni hisobiga. Akalar, bizni mehnatimizni qadrlagan holatda iloji bo'lsa bitta like bosib, tanishlarga jo'natib qo'yib, o'z fikrlaringizni kommentariyada yozib qoldilar. Bizda yangi bo'lsa podpisatsiyani bosib qo'ysalar, hozir sizlarga realni qishloq sharoitida yaxshigina pul topsa bo'ladigan biznes topib qo'yganmiz va bu trenddan o'lmayapti. Yana qiziqarli joyi, bu pulga misol 4 ming, 5 ming bilan boshlab olsa bo'ladi, 2 ming, 3 ming bilanmi? Albatta, 1,5 mingdan boshlasa bo'ladi. Eng kami. Mayli, men $3,000 deylik. Misol kimdir Rossiyadan $3,000 yig'ib keldi. Mashina olmasin, shu biznes qilsin. Biz kira qilib, misol kuniga 200 ming topib, boshingizni o'rta, asabingizni buzib, metanda janjallashgandan ko'ra, eng zo'r mana shunaqa qishloq sharoit, mana shunaqa joyingiz bo'lsa, kuniga mana shu topilayotgan joyini o'ziga yetib kelganmiz akalar. Shunchaki kelgan emas, real yetib kelganligimiz uchun sizlarga tavsiya qilamiz. Videoni oxirigacha ko'rib turinglar. Xullas, uzoq kuttirmaymiz, videomizni boshladik. Gazini bos. Endi to'liqroq tushuntirib bersangiz, buni ochib ko'rsatib bersak iloji bo'lsa. Albatta. Qaranglar, mana akalar hozir yopib qo'yilgan holati, ya'ni hozir realni biznes sizlarga ko'rsataman. Aka, bu qanaqa nima biznes bu aka? Bu gazoblok ishlab chiqaradigan liniya. Liniyani o'zi, ya'ni qo'lmonasi emas haliga. Yo'q, bu liniya. Liniyaning sababi mana ketaveradi. Qolipimiz keladi. Bunga kelganda bunda rastvor tayyorlanadi. Bu rastvor bunga lenta orqali keladi. Lenta orqali keladi. Lenta qumni, sementni tashab beradi. Qolgan alyuminiy pudra, kavuchuk sodasini tashlaysiz. Mana shu kraniyni bitta buraysiz, bunga tushadi. O'zi ma'lum miqdorda vaqt davomida deylik 3 minutda ishib tayyor bo'ladi. Uni tushuntirib berasizlar 100%. Albatta, uni tushuntirib, olib borib, o'rnatib, quyishgacha o'rgatib, bo'ldi, o'rgandim degandan keyin qaytib kelamiz. Demak, bu yerga quyadi, bu navbat bilan u yoqqa ketaveradi, naryoqda kesishni boshlaydi. Albatta. U yoqdan ketgandan keyin mana joydan pustoy bo'lib, ya'ni chiqishni boshlayveradi. Mana shu liniya shunday aylanveradi. Mana hammasi relsli, hamma qoliplarimiz yuradi. Bu yoqqa xohlaganingizda mana jilaverar ekan, qarang. Endi mana bu yerga kelsangiz, bu quyilib keldi deylik. Xo'p, keladi. Mana shu bitta tugma. Bossangiz bo'ldi. Bosamiz. Bu tushadi. Mayli, esim boshqadangiz qo'ying, bo'ldi. Tushib kesib tushaveradi. Kesib tushib boraveradi. Buni kesgandan keyin bu yoqqa o'tib, bu o'zi avtomat reska deyiladi. Bu o'zi tushadi. Buni knopkasini bosib turish kerak. Bitta odam turish shart emas. Bo'ldi, o'zi avtomatik ishlayveradi. Bu o'zi tushib, yana qaytib orqasiga chiqadi. Yana qaytib orqasiga chiqadi. Bu keyingi qolipga o'zini o'zi tayyorlab turaveradi. Keyingi qolipdan orqa surib netkilizgacha u yerga ko'tarib qolib, tepasini kesib tayyorlaganiz uchun bu yoqqa aylanib o'taveradi. Demak, buni kesib bo'lgandan keyin, bu qolipni keyin bu tepaga ko'tarilgandan keyin buni olasiz, mana navbat bilan ketyapti. Albatta, bu yoqda aylanaveradi. Bu yoqqa mana uni liniyaga o'tadi, mana shu liniyaga o'tadi, olib kelavering, mana shu liniyaga o'tadi. Oddiy. Aka, iloji bo'lsa shunday tortib ko'rsatib bering. Realni bo'lsa, mana akalar qaranglar. Qolib ketdi, tagiga shu oyog'ingizga hushyor bo'lasiz. Mana qolib tushdi. Endi bu yoqqa ketadi. Bu tayyor g'ishimiz bu yoqqa aylanib o'taveradi. Mana shunaqa holati bu yoqqa keladi, bu yoqdan mana shu joyga taklashni boshlayverasiz, keyingina joyingizga. Bunga o'zi asli katta joy kerak emas. Biz bu огородdan foydalanamiz. Kartoshka, sabzi, shunaqa narsa ekamiz. Aslida bizga jiddiy joy bo'lsa bo'ladi. O'sha ozgina joyimizga teramiz. Ko'p turib qolmaydi bizning ishlar. Keyin buni kesib bo'lgandan keyin mana o'sha avtomatik qaranglar tepaga chiqib bo'lyapti. Mana qaytayotgan jarayonida. Xo'p, aka, mana shu liniyadan kuniga siz aytyapsizki, gapingiz bo'yicha 1 million qoladi deyapsiz. Qanaqa masalasiga o'sha matematikasini chiqarishni iloji bormi? Ya'ni ko'pchilik anig'ini hisoblab ber deydi. Bu yerda 15 dona qolipimiz bor. 15 dona qolipimiz bor. 15 dona qolipimizni har bir donasidan 12 dona g'isht chiqadi. Aka, to'xtang, hozir 12 dona g'isht chiqadi. Qaranglar, o'zi kelganda avtomatik o'char ekan. Mana shu o'chirib beradi. Albatta, o'sha. Qaranglar, to'g'ri tushuninglar. Ya'ni videoda aka 12 dona sig'adi, uzr gap. 12 dona g'isht chiqadi.
Xo'p, bir dona g'ishimiz bizga 12 ming so'mga tayyor bo'ladi. Ya'ni to'k rasxoti, bolalarni rasxoti, ishchilarni, ishchi kuchini rasxoti, abeti, mayda chuda rasxoti bilan pulni hisoblanganda bizga 12 ming so'mga tayyor bo'ladi. Mana shu narsani o'zi. 12. 17 ming so'm yozgi kunida sotamiz. Hozirgi havo pastligini hisobiga 18 ming 18,5 ming sotyapmiz aka. Sababi yozgi kunida ishlab chiqarish ko'proq. Ya'ni hozirgi paytda 1 million so'm topsangiz, yozgi kunida 2 million so'm topasiz. Sababi nimaga? Chunki ertalab yozgi kunida bolalar 7 dayoq ishda bo'ladi. Bu birinchisi. Yutug'isi. Yutug'idan biri. Birinchisi 7 da ishda bo'ladi. Qoliplar 1 marta ishlatilmaydi, 2 marta ishlatiladi. O'sha hisobiga. O'shani hisobiga misol uchun 360 dona bir kunda chiqarayotgan bo'lsak, hop. U kunga kelib turib, yozgi kuniga kelib turib 600 ta 700 tagacha yaqin chiqaramiz. Vau, zo'r-ku. Eng kami 5000 dan qoladi. Albatta, endi buni yondorlarni olib tashlab, buni faqat tayligidan qo'shib, bu yondor olmasdan tayligini $95 dan, hozir men sizga yoqqa borganda ham tushuntiraman. Sexlarda ko'rsataman. Tayligini o'zini olib, taylik qo'shilsa, misol uchun taylik 20 ta, yondorlar 15 dona bo'lsa ham, yana ham ishlab chiqarishda rivojlantirib, yana ham kuchaytirsa bo'ladi. Tushundim. Ya'ni liniyani qancha ko'paytirsa, o'shancha yana qo'shimcha bo'laveradi. Qolipimizni tagligi. Demak, qani aka, masalan, liniyadan tashqari qolipni nechtagacha qo'shsa bo'ladi? Yo, farqi ketaveradi, cheksiz ketaveradi. Endi joyingizga bog'liq. Bizniki 8 ga 15 metr joy. Bizda tanlangan joy shunday bo'lgan. Kimdadir ko'proq, misol 10 ga 20 metrlik joylar bo'ladigan bo'lsa, yana ham qoliplarimiz ko'proq sig'adi. Vau, ishingiz ulgutmani kesib berib tursa bo'ladi ekan. Albatta, bu ishda $1,5 dan boshlab $50,000gacha qilsa bo'ladi. U cheksiz, sababi silyozlari bor, katta yo'mkislar 30 tonnalik, 40 tonnalik, 50 tonnalik. Ketaveradi. Bular ketaveradi. Hattoki naval semenni to'kadi. Naval semenni to'kib, o'sha ham avtomat orqali tarozi qo'ysa bo'ladi. Hozir bizda tarozi yo'q variant. Faqat lenta bor, avtomat reska bor, mishalka bor. U yerda qumni ham tortib, semenni ham tortib tushiradigan tarozilargacha o'rnatsa bo'ladi. Yana ham zo'r bo'ladi. Yana ham kuchaytirsa bo'ladi. Sekin-sekin uni qilsa bo'ladi. Navbatini mayda akalar, mana 1,5-2 ming bilan boshlang. Mana shunaqa, mana bu akamiz ham bir o'zi 2 kilo oldik deganmiz, uni lentasi yo'q edi, to'g'risi. 1,5 kilo oldim video qilganimizda, mana shu yerda ham to'g'risi esimda bor. Lenta yo'q, sekin-sekin bular ham kuchayyapti. Bu yerda o'sha $1,500 dan boshlangan. O'sha vaqtda ruchnoy reskadan kesib foydalanib yuradi. Mana ruchnoy reska. Ruchnoy reskadan foydalanib bu 20ligi, bu 12ligi qilib, 10ligi qilib kesib yurardik. Endi mana avtomatlashtiryapmiz. Lentalarini joyladik, avtomat reskalarni joyladik. Bu avtomat reska ham bitta ikkita odamning ishini oldi-da, hisobda. Oldin 4 kishi ishlayotgan bo'lsak, hozir 2 kishi ishlayapmiz. Shuni taraf ham yutadi. Misoli, buni bir marta $1,700 olasiz. Shu bilan 10 yil ishlatasizmi? 5 yil ishlatasiz. 5 yil ishlatasiz. Endi qachon ishlasangiz ishlataveradi. Buni aslida yeyiladigan narsasi, deylik 1 yilda bir mana bu troslarni almashtirib qo'yasiz. Yangilab qo'yasiz. Qolgan yog'iga hech narsa tegmaydi. Tros ham kapayiga turadi. Bir oyda bir marta almashtiring. Endi misoli, shunday. Endi aslida bu liniyamiz 1500 dan boshlanib, shu kungacha kelgan rasxoti daftarimizda yozib kelganimiz $7,000 ga to'xtagan. Mana shu joy. Agar kimga shunday, agar liniya kerak bo'ladigan bo'lsa, aka, xohlagan paytda shundan zakasi 15 ta qolib, avtomat reska shu holati $7,000 ga olib borib o'rnatib, ustanovka qilib beramiz. Gap yo'q. Akalar, xullas, uzoq kuttirmaylik, borib sexlaringizni ham ko'rsatmayman. Sexda ham xudo xolasa. Akalar, qaranglar, mana bu tarafdan chiqyapti, yana ko'rsatib qo'yaveramiz. Mana shu keng dalani o'zida qilasiz va hozir borib sexlarni ham ko'rsatamiz. Va bu joydan yana kiradi, kirgandan keyin mana shu narsa yana kirib qo'yilgandan keyin bu joyda quyasiz. Bo'ldi. Mana shu yerdan yana shunday biznesingiz bo'laveradi. Akalar, sizlar uzoq kuttirmaymiz. Keyingi, ya'ni sexni borib ko'rsatamiz. Mana akalar, sexga kelib oldik. Aka, o'sha videoda aytganingiz joyingizni mashitlarmi endi hammasimi shular? Ishlab chiqarayotgan joylarimiz shular aka. O nech pullik bu? Qanaqa bu aka? Buni tushuntirib bersiz endi. Albatta, videoda aytganimdek, u ko'rsatgan liniyamiz $7,000 liniya bo'lsa, buni $1,500 bilan boshlasa bo'ladigan. Bu ruchnoy varianti. Bu ruchnoy varianti. Ham qoliplari ozroq, ruchnoy varianti. Bunda komplektiga mana mishalkasi, xo'p, ikkita qolipi, ruchnoy reskasi, suv yo'mkislari, qo'lni avtomatlashgan bular ham motorlarda shu bitta kranli bilan boshqaradi. Demak, mashinada o'zida hamma yo'lda boshqarsa bo'laveradi. Albatta. Hozir bu $1,500 ligimiz. Xo'p, aka. Bu yerda
$1700 qilib qo'yganmiz. Mana $1700 komplekt. Buni nimaga $1700 deganga bir dona qolip qo'shilgan. Ha, qo'shilgan. Qo'shilgan albatta. Misol uchun bunda kuniga 2 marta aylantirib 24 ta misol uchun g'isht chiqaradigan bo'lsa, yo 48 ta. Bunda misol uchun 60 ta, 70 ta quysa bo'ladi. Ha, farqi shunda bo'ladi. Farqi shunda, sal ob'yomliroq. Endi bu yerda $2000lik. Ha, bu $2000 variant. Boya aytib o'tganimizdek, $2000 apparatimiz, buni 5 talik qolipi bor. Ha. 5 dona qolipi. Yana ko'proq topib bo'ladi. Albatta, qolip ko'paysa, ishlab chiqarish yana ham g'isht ko'proq bo'ladi. Ha, ya'ni qish yoz kunida ulgurmay qoladi o'zi avtomatik. Hozir mana $7000 kuniga hozirgi sharoitda 1 million so'm topsa bo'ladi, deyapmiz. Ya'ni hozir misol pastini aytilyapti o'shanda ham. O'shanda ham hozirgi kun havo pastligini hisobiga aytilyapti. Agar o'sha $7000 yana qolib qo'shsa, yana bir 5 dona qolib qo'sh 20 dona qiladigan bo'lsa, misoli yana undan ham ko'p. Undan ham ko'p yana foydalansa bo'ladi. Bemalol. Albatta. Xo'p, endi mana shu $2000 apparatimizga qolib olmasdan tayligini o'zini olaman deydiganlar bo'lsa, buni tushunganlar, buni ichida yurganlar juda yaxshi biladi buni. Hop. Buni $95 dan qilib beramiz. Agar buni relisi bo'lsa, relisli qilib rolik qo'yib beradigan bo'lsak, unga narx qo'shilib qoladi. Qo'shilib qoladi. Qo'shimcha bo'ladi, iloji qo'shimcha qoladi. Qo'shimcha bo'lib qoladi. Demak, aka, mana misol, men tushunishim bo'yicha keling, mana no'roqdan tushiraylik. Men endi yangi ishlab chiqarishman. Demak, mana uni quygandan keyin mana yoniga qoliplarni olib bunga qo'ysa bo'laveradi. Albatta. Bu taylik sekin bo'shaydi. Uzun qurish kerak. 4 soatda kesilsa, yana 2 soatdan keyin olinadi. Bitta qolipda o'rtacha hozirgi eng havo past holatda 6 soat, 5 soatda qolipdan g'isht chiqadi. Unda bizga qo'shimcha taylik kerak va yondorlari 3 soatda, 4 soatda bo'shaydi. Bekor yotmaydi. Bekor yotmaydi, bularga tushaveradi. Bular hammasi listlarimiz uchlik magnit go'riski, lazerni stenoda kesilganini hisobiga asosiy shunga ahamiyat berasizlar. Bir-biriga tushaveradi. Demak, tushaveradi, razmer birga tushaveradi. Alohida misol uchun birinchi qolip, ikkinchi qolip almashtirib qo'ysam degan narsa bo'lmaydi. Yo'q. Bu hammasi lazerni stenoda kompyuterda kesilganini hisobiga hammasi bir-biriga tushib boraveradi. Mana shu taraflar men yutib ketar ekan. Qaranglar, mana misol $1,500 dan boshlayapsiz va mana 1800 misol, bu $2000 va qolipida mana misol $4000 plus bor deylik. Bitta mashina olgandan ko'ra men o'zim fikrimdagi mana $5000 deylik mana. 2000 ga mana uni olyapsiz. Ya'ni $2200 dan deyapsiz qolipini mabodo? $200. Addini qolipi bilan olamasin $200 dan bo'lsa, mana 10 ta qolip qo'yib olsalaring 15 ta qolipingiz bo'ladimi? Siz ishchilaringiz ulgursa bo'ldi ekan misol. 2 partiya ish chiqib qo'ysa bo'lar ekan. Misol 8 soatda yozgi kunida 16 soat qilib 8 soatdan ishlaysizlar aka, bunchadan beraman-da. Kelinglar, ishlanglar, pulni qilinglar, ish qilinglar. Yo'qsa donasiga bersangiz ham ishchi qochib ketmaydi. Qilgan mehnatga pul olaveradi misol. Lekin qaranglar, mana shundan mana bitta g'ishtini o'zidan hozirgi kunda 5000 qolyapti. Shu bugungi kunda. Hozirgi kunda realnisi bu. Realniy gap 3 kun 4 kun oldin sotgan bo'lsak, 18,5 ming so'mdan o'zimizdan 3 kilometr nariyoqqa o'zi dastavka qilib oladi, sotdik. Ya'ni nega? Chunki havo pastligini hisobiga minusda turibmiz-ku hozir. Minusligini hisobiga g'isht quyish qiyinroq bo'lgani, bir marta quyganimiz hisobiga. Lekin yoz bo'yi issiq kunlarda 17 ming so'mdan sotaverdik. 17 ming so'mdan. Ya'ni kuni kelsa 2000 ta, 3000 ta olaman deganga 17 ming so'mdan dastavka ham qilib berdik. Zo'r. Qaranglar, mana shu narsaga qo'shilaman. Qaranglar, bir xilga bitta keladi, 3000 ta g'ishing bormi deydi. Yo'q, bir xilga bitta keladi, 2000 ta g'ishing bor. G'ishingiz doim zapaska bo'lsa, yutug'ingiz ya'ni. Yutuq bo'ladi. Zo'r bo'ladi. Paddonga teralg'a chiqib qo'yishyapti. O'shanaqa qilsa yana ham zo'r bo'ladi. Bu qaranglar, zo'r fikr, zo'r nimani aytyaptilar, liniyani aytyaptilar. Lekin bu hazil-hazilu bitta ishiga tushib olsangiz bormi? Mana shuni, mana shu temir bormi? Mana shu temir mana. Akalar 10 yilga ishlaydi. Bu bal 1 yillik narsa emasda, 10 yil siz boqib beradi-da. Oddiy matematika, lekin buni tushunyapti. Lekin tushunib olgan qaytadan olib ketyapti. Albatta, shunday. Xo'p, endi aka, bundan tashqari yana nimalarimiz bor? Iloji bormi aka? Xo'p, penablok apparatlarimiz bor. Bular. Bizni oldindan taniganlar biladi. Birinchi penablok apparat sotishdan boshlaganmiz. Hozir ham bor penablok apparatlari, Tommy Lomboz apparatlari. Mana Lomboz qilsa bo'ladi. Lomboz qilsa bo'ladi. Penablogimiz ham joyida $800 beryapmiz. Dastavka qilib bersak, endi joyiga qarab, vodiy bo'lsa $850 olib borib beryapmiz. Voha Toshkentdan u yog'i bo'lsa $900 olib borib dastavkasini bilan o'rnatib beryapmiz.
esga tushganini aytib qo'yamiz. O'zbekistondan tashqari, ya'ni qo'shni Qirg'iziston, Tojikiston, qo'shni davlatlar. Qo'shni davlatlarga dastavkamiz bor. Ha, dastlabki bor, bemalol iloji bor. Qaranglar, bu realli topiladigan biznes. Buni kimlardir, bo'lmaydi bu deya, naborot bo'lmaydi ekanlar, o'zi qilmayapti. Sababi meni o'zimni sinfdoshim ham uy qurdi aka. 6 xonami yo 5 xonami aniq qurdi va undan keyin hozir buni pena bloyda qaranglar. Buni bo'pti, xo'p, gaza bloy. Xo'p, mayli, bu qattiq deylik. Buni bir xilga yumshatdik. Buni bitta yaxshilab qatirib oling. Bo'ldi, qattiq bo'ladi va undan keyin mana o'zlari ham mana uylar qurib olishgan. Meni ham sizni bosh mashina qilgan, mana tepa qismi bor, mana qo'lim bilan ko'rsatyapman. Ana shu yerda beton quyiladi. Buni ichida ko'rinmaydi. Xuddi pena bilan o'xshab turaveradi. Ha. Ya'ni qovurg'a bo'ladi. Mana bu joyga mana qovurg'a bo'ladi. Mana shu ichida ko'rinmaydi. Ichiga beton qo'yib o'sha nimasini qilib qo'yasiz. Bo'ldi, bu hali oddiy uyga o'xshab turaveradi, lekin ham oson, ham arzon, ham oson, ham arzon. Issiqda misol salqin bo'ladi, misol sovuq kunda issiq bo'ladi. Bitta konditsioner bilan qaranglar, polni isitib, o'zi ishxonani ham isitib o'tirishibdi. Xo'p, demak bular 800 dollar shetda o'zida. Ha, joyida. 900 dollar O'zbekiston bo'yicha dastlabki deyapsiz, shunaqami? Shunday. Buni arzon variantlari ham bor. Bu asosan yevro qolip bo'lganligi uchun 850 dollar. Yevro qolipimiz, ya'ni yonida profil, 4x4 profilimiz bo'ladi. Mana bunga o'xshab, mana bunda yaxshiroq ko'rinyapti. Buni oldin birinchi soatga prostoy variantlarimiz bor. Ular 700 dollardan joyida, 750 dollar vodiy bo'ylab yetkazib beraveramiz. Zo'rku akalar, qaranglar, sizlarga zo'r imkoniyat. Bemalol pastdagi raqamlarga aloqaga chiqib, gazini bosdan oldim deyish esdan chiqmasin va bizda yangi bo'lsa ham podpisatsiyani bosinglar, qo'limizdan kelgancha ma'lumot berdik. Agar nimanidir tushuntirib olmagan bo'lsa, ekrandagi raqamga aloqaga chiqaverasiz. Telegram, WhatsApp bor aka. Bor. Bemalol Telegram, WhatsAppdan yozsangiz bo'laveradi. Misol siz chet eldasiz, ukangizni ish bilan ta'minlamoqchimisiz, qilib qo'yinglar, tayyor. Bu yerda joylaringiz bor, nimalardir bor-da, kimlardir. Akalar bemalol. Yana buni bitta zo'r qiziqgan tarafini aytib beray. Buni agar kallangiz ishlasangiz, bitta mashinami, labomi nimadir qilib olsangiz, borib uyni egasini joyidan qurib bersangiz ham bo'laveradi, quyib bersangiz ham bo'laveradi. Ko'chma aloqa biznes qilsangiz ham bo'laveradi. Buni faqat tushungan tushunadi. Akalar, kommentariy yozib ketinglar. Bundan rostdan ham necha pul topsa bo'ladi? O'zi eng kami 500 ming hozirgi qish kunida topilyapti ekan. Bu xolasalarning, telefon qilsalarning, kelsalarning topilayotgan joyini ham ko'rsatib o'tiladi akalar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, ko'rishguncha deymiz.